Assalomu alaykum qizlar, boyagi so'ram ko'rib, voy Robiya dedi 3 kilo ketdimi deb yozibdi. Yo'q qizlar, 3 kilo emas, 6 kilo. Ya'ni 10 kunda 6 kilo ketdi. Men 10 kundan oshiq qila olmadim programmani. Ya'ni nimaga? O'zimni sabrsizligim tufayli, chunki tug'ilgan kunim kelib qoldi. O'tga bordik. Uni ertasiga o'rtog'im bilan yana aytibetga bordik-da, shunaqa qilib men programmani buzib qo'ydim. Atak programmani buzmasdan o'sha 20 kunlik programmani vaqt-vaqtida qilsanglar 6 kilo emas, undan ko'p vес yo'qotasizlar-da. Menda 6 kilogina ketdi. 10 kunga bu menimcha yomon natija emas. Masalan, ishonishingiz uchun sizga ko'rsatmoqchiman. Men bu yarmidan kam qolgan kokteylim. Chunki hali yana programmani davom ettirish niyatim bor. Boshqatdan yana boshlayman davomni. Bu shokoladlisi, bu ham yarimta qolgan. Drain effektimni polniy bitta pachkasi tugadi. Bu bitta pachkasi 10 kunga yetadi, yana bir pachkasi 10 kunga yetadi. Bundan hozir bitta pachka qoldi menda. Xullas yana boshqatdan boshlayman endi.